Qashqadaryo nomi qayerdan kelib chiqqan? Daryoning boshlanish nuqtalaridan biri qaysi qishloqda joylashgan? Bugun Muzaffar yurt deya e'tirof etiladigan Qashqadaryodagi Hazrati Bashir qishlog'i haqida hikoya qilamiz. Qo'lyozmalarda yozilishicha Hazrati Beshir otasi Shayx Hasan 90 yoshda, onasi Bibi Malohat 80 yoshda bo'lganlarida dunyoga kelgan. Keksalik tufayli Bibi Malohat go'dakni emizolmaydi va Hazrat ona sutisiz ulg'ayadi. Shu sababli unga Beshir, ya'ni sutsiz degan nom beriladi. Uning asl ismi Sulton Said Ahmad, kunyasi Shayx Buzrukvor Hazrat Beshirdir. Amir Temurning piri Said Barakaning ukasi Said Ne'matullohning duolari bilan Hazrati Buzruk dunyoga kelgan degan rivoyat ham mavjud. Bir kuni Hazrati Beshirning 90 yoshni qoralab qolgan otasi Shayx Hasan tomorqada ekilgan piyozni o'toq qilib o'tirgan paytida Said Ne'matulloh kelib qoladi. Qarasa keksa kishi qiynalib mehnat qilyapti. Karomat ko'rsatib, "Ey begona o'tlar, paykaldan chiqing" deganlarida begona o'tlar supurilib chiqib ketadi. Buni ko'rgan Shayx Hasan, "Ey taqsir, noto'g'ri qildingizda, mehnat qilgan yaxshiroq" deydi. Said Ne'matulloh bilan keyinchalik ham suhbat bo'lib, yaqindan tanishib, uzoq yillik armoni, ya'ni farzandsizligini aytadi. Shunda Said Ne'matulloh unga farzand tilab duo qiladi va fursat yetib ular o'g'il farzand ko'rishadi. Hazrati Beshir Amir Temur saltanati davrida kamolga yetgan. U tariqatda Ahmad Yassaviyga tavajjuh etgan va minglab muridlari bo'lgan. Halol mehnat evaziga yashashni hayot qonuniga aylantirgan. Rivoyatlarga ko'ra, Hazrati Beshir tug'ilib, islom olamida tanilguniga qadar ushbu qishloqning nomi Kosatarosh deb nomlangan. Bunday deyilishiga sabab bu hududda yashovchi odamlar yog'ochga ishlov berish bilan shug'ullanishgan. Undan keyin esa Aziz Avliyo nomi bilan Hazrati Bashir deya nomlangan. Aytishlaricha Katta daryoning o'zani aynan ushbu qishloq qismga kelganda unga Qashqa nisbati berilib, Qashqadaryo nomi hosil bo'lgan ekan. Albatta 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal. Agarda siz Qashqadaryoning boshlang'ich o'zanini ko'rmoq istasangiz, albatta har bir qadami sirli tarixga ega ushbu qadimiy qishloqqa tashrif buyuring.